nemis tili o'rganuvchilar. Bugun sizlar bilan nemis tili grammatika darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz juda ham kerakli va qiziq mavzulardan biri presence haqida gaplashamiz. Xo'p, presence o'zi nima? Presence bu hozirgi zamon. Eslatib o'taman, nemis tilida 6 xil zamon shakli bor. Ya'niki hozirgi zamon presence, o'tgan zamonlar perfect, preteritum, pluscuamperfect va kelasi zamon uchun ishlatadigan zamonimiz bu futur 1 und futur 2. Xo'p, bugun sizlar bilan presence, ya'niki oddiy present simple deydi. Inglizlarda o'rgangan bo'lishingiz kerak. Ushbu zamon haqida gaplashamiz. Present zamoni nima uchun kerak? Hozir men nima qilyapman? So'rog'iga javob berishimiz uchun yoki hozir ertaga nima qilaman? Kecha nima qildim? Bu albatta fe'l bilan amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi tilda. Xo'p, present zamoni nima uchun kerak? Present zamoni hozirda qilinayotgan ish uchun. Masalan, hozir nima qilyapsiz? Ich lerne Deutsch. Men nemis tilini o'rganyapman. Yoki ich spiele Fußball. Men futbol o'ynayapman. Yoki ich mache die Hausaufgabe. Men uyga vazifani qilyapman. Ikkinchisi doimiy ish uchun. Masalan, buni siz ishlatasiz Zeit predlogi bilan. Masalan, ich lerne seit 8 Monaten Deutsch. Men 6 oydan beri nemis tilini o'rganyapman. Masalan, men 8 oydan beri nemis tilini o'rganyapman. Yoki ich spiele Fußball seit einer Stunde. 1 soatdan beri futbol o'ynayapman. Yoki har kuni ertalab turishingiz ich stehe um 7 Uhr auf. Men soat 7 da turaman. Bu sizni doimiy qiladigan ishingiz. Yoki reja. Ich laufe morgen. Ertadan yuguraman. Yoki rejani hatto ertaga bo'ladigan vaziyat uchun ham futur 1 yoki futur 2 emas, presence ni ishlatamiz. Reja bo'lganligi uchun yoki ertadan nemis tilini o'rganaman. Ich lerne morgen Deutsch. Xo'p, presence ni qay holatlarda ishlatilishini o'rganib oldik. U qanday yasaladi? Buni darsimiz davomida ko'rishingiz va o'rganishingiz mumkin. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, siz fe'llarni, ya'niki machen, rauchen, lieben, fragen, leben, malen. Nimaga e'tibor qilyapsiz? Fe'llarning oxiri albatta n harfi bilan tugagan. O'zbek tilida fe'llarning oxiri nima bilan tugaydi? To'g'ri topdingiz. Moq. O'rganmoq, o'ynamoq, sevmoq, yashamoq. Xuddi shunday nemis tilida fe'llarning oxiri n yoki n harflari bilan tugaydi. Bu yerda biz fe'llarni tuslanmagan, turlanmagan holatda ko'rib turibmiz. Masalan, bu yerda machen qilmoq, qilmoq, rauchen chekmoq, chekmoq, lieben sevmoq, fragen javob, fragen savol bermoq, leben yashamoq, lernen o'rganmoq, o'rganmoq. Ko'rib turganimizdek, xuddi shunday, masalan, sevmoq moq shaklida turibdi, nemis tilida esa lieben shaklida turibdi. Qanday qilib ushbu fe'llarni men bajardim, men sevaman, men yashayman qilib o'zgartirishimiz mumkin. Albatta buni presence bilan amalga oshiramiz, presence zamoni bilan. Ya'niki, masalan, spielen fe'li, bu o'ynamoq. Xo'p, spielen demak tushuntirganimdek, spielen bu yerda en shaklida, moq shaklida turibdi. Mana moq. Fe'lning o'zagi, ya'ni shtammi bu spiel fe'li, ya'niki o'zakni ajratib olamiz. Spiel. En esa moq shakli. Ushbu fe'lni kishilik olmoshlarida tuslab chiqamiz. Ich
spiel, ya'niki fe'lning o'zagi, fe'lning o'zagiga qo'ysak, ya'niki ich spiele, men o'ynayapman. Xo'p, keyingisi du spiel, o'zagini yozib oldim. Unga st qo'shimchasini qo'shsak, sen o'ynayapsan. Ya'niki du spielst. Sie es. Sie es, ya'niki u o'ynamoq fe'lini o'zagini yozib olamiz. Spiel va unga t qo'shimchasini qo'shsak, u o'ynayapti. Bular hammasi birlik shakl. Ya'niki ich spiele, men o'ynayapman. Du spielst, sen o'ynayapsan. Sie es spielt, u o'ynayapti. Ya'niki birlik shaklda fe'lning tuslanishini ko'rdik. Xo'p, davom ettiramiz. Biz wir spielen. Bu yerda o'zgarish jarayonini ko'rmaymiz. Ya'niki agar biz futbol o'ynayapmiz desak, wir spielen Fußball. Biz futbol o'ynayapmiz. Xo'p, ihr o'zakni yozib olamiz. Spiel Spiel. Ihr spielt Fußball. Senlar futbol o'ynayapsanlar. Ihr spielt Fußball. Xo'p, davom ettiramiz. Bunda ham ko'rsak, shakl o'zgarmadi. Sie spielen Fußball. Ular futbol o'ynayaptilar. Ular futbol o'ynayaptilar. Va hurmat shakli Sie spielen. Siz o'ynayapsiz. Masalan, aytadigan bo'lsak, Sie spielen Fußball. Siz futbol o'ynayapsiz. Xo'p, takrorlaymiz. Ikka spiele, ya'niki duga spielst, ya'niki st, sie esga spielt, t, wir spielen o'zgarmadi, ihr spielt spiel, t harfini oldi o'zak, Sie spielen o'zgarmadi va siz o'ynadingiz holatida ham o'zgarmadi. Ba'zi bir fe'llarda fe'lning o'zagiga olish holatlari uchrashi mumkin. U qanday sodir bo'ladi? Qanday jarayonda sodir bo'ladi? Ko'rishimiz mumkin. Masalan, fe'llarimizga o'tamiz. Mana bu yerda fe'llar bor. Va fe'llarni o'zagi deganimda siz tushundingiz, endan bo'lak qism. Masalan, mana arbeiten. Masalan, mana fragen, savol bermoq. Fe'lning o'zagi nima ekan? Frag. Yoki lernen, o'rganmoq. Fe'lning o'zagi nima? Lern. Xo'p, bilib oldik biz. Endi masalan, men nemis tili o'rganyapman deganini qanday aytamiz? Ich lerne Deutsch. Men nemis tilini o'rganyapman. Yoki ich liebe, men sevaman. Yoki ich rauche, men chekyapman. Xo'p, nemis tilida ba'zi bir fe'llarning o'zak qismi quyidagi harflar bilan tugasa, masalan, fe'lning o'zagi t, d, t, m, d, m, f, n, sh, n bilan tugasa, ushbu fe'llarning o'zagiga qo'shiladi. Gapim juda ham sizlarga qiyin bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Tushuntirish uchun bitta fe'lni misol qilib olaman. Arbeiten. Xo'p, ushbu fe'lga e'tibor qiling. Ishlamoq fe'li, qarang. Arbeiten. Endi mana shu fe'ldan o'zak bizda nima ekan? Arbeit. En qismi bo'lmoq, to'g'rimi? Endi fe'lning o'zagi nima harf bilan tugayapti? To'ppa-to'g'ri t harfi bilan tugayapti. Ushbu holatda olamiz degan gapimni qanday tushunish mumkin? Masalan, qo'shimcha ochamiz. Masalan, ich arbeite.
Ko'rib turganingizdek bu holatda o'zgarmaydi. Du shaklini olamiz. Du, test. Mana o'zi st qo'shimchasi qo'shilish kerak edi, lekin o'zagi t bilan tugasa orttiriladi degan qoida xuddi mana shunaqa holatda namoyon bo'ladi. Ya'niki du arbeitest st emasda arbeitest holatida. Yoki yana sie es arbeit o'zagi edi va unga arbeitet t emas, aksincha t qo'shimchasi qo'shilyapti. Wir arbeiten o'zgarmaydigan holat. Ihr o'zak arbeitet va ushbu shakllarda fe'l o'zgarmasdan qolar edi. Sie arbeiten. Xo'p, men ishlayman. Ich arbeite. Du arbeitest. Ko'rib turganingizdek, ushbu o'zgarish hamma fe'llarda bo'lmaydi. E'tibor qiladigan jihat shundaki, biz sizlar bilan hozirgi darsimizda nemis tilida presens zamonining kuchsiz fe'llarda turlanish, tuslanish holatlarini ko'rdik. Masalan, aytadigan bo'lsak, men 2 soatdan beri ishlayapman. Ich arbeite seit 2 Stunden. Men 2 soatdan beri ishlayapman. Xo'p, savol beradigan bo'lsak-chi? Arbeitest du hier? Sen shu yerda ishlaysanmi? Arbeitest du hier? Shu yerda ishlaysanmi? Endi masalan aytsak, Sardor shu yerda ishlaydimi? Arbeitet Sardor hier? Yoki arbeitet Sardor in Toshkent? Sardor Toshkentda ishlaydimi? Ko'rib turganingizdek, jarayon juda ham oddiy. Aytadigan bo'lsak, men ertaga ishlayman, bugun ishlagingiz kelmayapti, kayfiyatingiz yo'q, ich bin müde, men charchadim. Ich arbeite morgen. Men ertaga ishlayman. Bu yerda ham present zamonini biz ishlatyapmiz. E'tibor qilishingiz kerak bo'lgan ikkinchi masala, nemis tilida present zamoni bor, lekin present continuous, ya'niki ingliz tilidagi davomiy zamon yo'q. Tushunishingiz uchun I am reading. Men o'qiyapman. Ingliz tilida xuddi shunday amalga oshiriladi. Bu present continuous zamoni deyiladi, lekin nemis tilida ushbu zamonni ham faqat present beradi. Ya'niki men ishlayapman, o'qiyapman desa, ich lese das Buch. Men kitob o'qiyapman. Ko'rib turganingizdek, present zamonida gaplarni tuzayapmiz. O'ylaymanki, ushbu video sizga manfaatli bo'ldi. Keyingi nemis tilining grammatik darslarida ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Auf Wiedersehen.